Həminlar kütüvatqan Uyğur Latin yazıqının dərsi gəldi. Ən asaslıqı hazırki yaşadaki Uyğurca tilini torda pininç qilib, umumyüzlük xata yazıb işiltişdək əhvalını tüzdüş və vətən içi sırtıdaki qiziqçularının öyrənişigə, işiltişigə qolaylıq yaratish üçün Uyğur hazırki zaman yazıqının 4 xil yazıq şəkli. Oxşaş bir misal bilan 4 xil xat şəklini görüb çıxaylı. Yani Keremcan hazır xotanda öz aldığı igilik tiklab, qaytadan baş götürməkçi degan cümlənin üstüdən astığa Uyğur Latin yazıqı, Uyğur yeni yazıq, Uyğur Slavyan yazıqı və Uyğur Koni yazıq boyunca yazılған şəkli. Bizdə gəlib atqan pininçə əməliyyatı o Latin hərfi olub, amma onun əsli ölçəmlik halətdəki Uyğurca yazılışı var. Lakin bütün tur boyunca bunu xata işletiş bir qədər ağır. Asaslıqı bu xil pininçə halətdəki Uyğurcani ölçəmlik halətdəki Uyğur Latin yazıqı boyunca yazış məqsədə qərindaşlarga sunmaqçı. Uyğur Latin yazıqını 2000-ci il Şinjan daşı bilan Avtonom rayonluq kompüter uçur cəmiyyəti birləşib tüzüb çıxıb taqatqan. Məqsəd tor və rəqəmləşkən iş becirishga texmi qolay və texmi maslashtirish uchun. Alohida askar chiqib qo'ysam, bu yangi yoziq emas. Oldingi qitam til to'g'riliq so'zlab chiqsam, cho'nglar bilan yoshlar bek talishib ketibdi ekan. Chunki ba'zilar shu Uyg'ur Latin yoziqini yangi yoziq deb o'ylab olgan. Shuningdan keyin jidal boshlandi ekan. Garchi cho'nglar biladigan Uyg'ur yangi yoziqmi Latin harfini asos qilsa-mu, Uyg'ur yangi yoziq bilan Uyg'ur Latin yoziqi ikkisi butunlay o'xshamagan ikki xil uqum, o'xshamagan ikki xil yoziq sistemasidir. Bugun Uyg'ur Latin yoziqining birinchi qismini so'zlaymiz. Hey, köpçülük yaxşımsızlar. Ben sizlerden Torgi'ye yakın dostunuzlar. İhsan, Yencu, Yuan, Vınzı. Süsponzlar qayta çıqqanımdan toluma hoş gelmen. Emse bu yeni sandan başlap Uyghur tili ölçemlik Latin yazıqı harfleri bilen tanışıp çıksak. Dünyadaki mutlak köp sandık tiller yazıqda Latin harflerini kullandı. Latince'de en asaslıq 26 harf var. Yani bizlerge en tanışlık bolğan kompüter cəmməsidəki bunu harflerdir. Hatta ki bizlerinin ortaq tilimiz bolğan Xanyu Pinyin ham mushu harflarni asos qilib qo'llanadi. Savol: Uyg'ur tilini Latinchada qanday ifodalaymiz? Ya'ni Uyg'ur tilidagi 32 harf tovushni bu 26 asosiy Latin harfida qanday ifodalaymiz? Filmning davomini ko'ring. Yuqorqilar bo'lsa Uyg'ur tili 32 harf tovushning o'lchamlik Latinchadagi ifodalanishi. Bizlar telefonimizdan Badam Shrufa yoki Nur Shrufa qatorliqlarni ochib tekshirib baxsaqlab bilalaymiz. Obdan sansilib qarsak, bu harflardagi e, ö, ü bu 3 tal tovushning ustiga qo'sh chekit qo'yilgan. Ch, sh, g, n, j bu 5 tal tovush qo'sh harfni ulab yozish orqali ifodalangan. Yuqorqi 8 tal tovushga alohida diqqat qilsak, undan sirt 26 konubqiliq universal jampaniki C va W bu 2 tal belga ishlatilmagan. Bu 2 talni chiqarsak 24 tal asosiy harf qoldi. Shunaqu bu 24 tal asosiy harf belgisiga boya biz ta'kidlagan 8 tal alohida harf tovushni yig'inchoqlasak, dal Uyg'ur tilidagi 32 harf tovushi to'shdi degan gap. Uyg'ur Latin yoziqining ikkinchi qismi keldi. Oldingi sonda Uyg'ur tili o'lchamlik Latin yoziqi harflari bilan bir oddiygina tanishgan edik. Ammo ko'p sondagi kishilar buni pinyin holatda yozib oldi. Pinyin holatdagi jampanda bir necha tal alohida harf belgilar yo'q bo'lish sabablidan. Bizning so'zlayotganimiz 2000-yil atrofda Şinjan daşı bilan Avtonom rayonluq uçur cəmiyyəti birləşib tüzüb tarqatqan bo'lib, pinyin holatdagisi bilan ko'p qismi o'rtaq, faqat azroq bir qismi o'qilish jihatdan farqlandi. Yig'incha qilsak, jami 13 tal harf belgi tovushlarda xato ishlatish yoki o'rtaq ishlatish mavjuddir. Bu sonda oldingi 3 tal harf belgi tovushlarning xato holati va to'g'ri o'lchamlik holatini tushunib chiqsak. Birinchi xatolik Latinchadagi a ni a va a tovushlariga o'rtaq qilib xato ishlatish. Misol so'zlik, ko'pincha kishilar atigan degan bu so'zlikni pininch qilib atigan deb yozib oldi. Ammo o'lchamlik Latinchadagi ifodalanishi bo'lsa atigan bo'ldi. Shuningdek a i la degan bu so'zlikni o'lchamlik holatda ifodalamoqchi bo'lsak, oila bo'ldi. Misol jumla: Aman esenlik sizga yor bo'lsin. Demak, a ga Latinchadagi a ga Latinchadagi ayrim qo'llandi. Ikkinchi xatolik.
latinchadagi ani a va e tovushlarga o'rtak qilib xato ishlatish. Masalan, ko'pincha kishilar eyiq deganni pinyin qilib eyik deb yozib oldi. Ammo uning o'lchamlik holatdagi ifodalanishi bo'lsa eyiq bo'ladi. Shuningdek, aynak degan bu so'zlikning to'g'ri ifodalanishi aynak bo'ladi. Misol jumla: axloq odam sunnati. Demak, a tovushiga latinchadagi a, e tovushiga latinchadagi qo'sh chekit qo'yilgan e orqali ayrim qo'llanildi. Uchinchi xatolik: che tovushini pinyinchadagi che bilan ifodalab xato ishlatish. Misol, ko'pincha kishilar chiroyli degan bu so'zlikni pinyinchi qilib chiroylik deb yozib oldi. Ammo uning o'lchamlik holatiga ifodalanishi bo'lsa chiroyli bo'ladi. Shuningdek, choy deganni o'lchamlik holatga ifodalamoqchi bo'lsak choy bo'ladi. Misol jumla: cho'ng daryolar kichik buloqlardan hosil bo'ladi. Demak, che tovushini o'lchamlik latinchadagi c bilan achni ulab yozish orqali ifodalaydi. Uyg'ur latin yoziqining 3-qismini so'zlaymiz. Bu sonda x, j, sh mushu 3 tal tovushning xato va to'g'ri o'lchamlik holatga ifodalanishi bilan tanishib chiqsak. 4-xatolik: koni yoziqdagi x tovushini pinyincha holatda x qilib xato ishlatish. Masalan, ko'pincha kishilar xonim degan bu so'zlikni pinyincha holatda xonim deb yozib oldi. Ammo uning o'lchamlik latinchadagi ifodalanishi bo'lsa xonim bo'ladi. Shuningdek, xo'roz degan bu so'zlikning o'lchamlik latinchadagi ifodalanishi bo'lsa xo'roz bo'ldi. Misol jumla: chol xo'ramliq boshqalarga berilgan eng qimmatli suhbatdir. Demak, x tovushiga o'lchamlik latinchadagi x harfi to'g'ri keldi. Pinyincha holatdagi x emasdir. 5-xatolik: koni yoziqdagi j tovushini pinyincha holatda j qilib xato ishlatish. Alayda asga chiqib qo'ysam, bu j tovushi ko'pincha rus tilidan kirgan so'zliklarda ishlatiladigan bo'lib, j tovushdagi so'zlar intayin oz ko'rildi. Misol, purjina degan bu so'zlikni ko'pincha kishilar pinyincha holatda purjina deb yozib oldi. Ammo uning o'lchamlik latinchadagi to'g'ri yozilishi bo'lsa purjina bo'ladi. Shuningdek, jaran degan bu so'zlikning o'lchamlik latinchadagi ifodalanishi bo'lsa jaran bo'ladi. Misol jumla: jurnal asar yozish ichki dunyoingizni tunish deganlikdir. Demak, she tovushiga o'lchamlik latinchadagi c bilan achni ulab yozish orqali she, j tovushiga o'lchamlik latinchadagi j ayrim qo'llanildi. 6-xatolik: koni yoziqdagi she tovushini pinyincha holatdagi shi qilib xato ishlatish. Misol, ko'pincha kishilar sharpa degan bu so'zlikni pinyincha holatda sharpa deb yozib oldi. Ammo uning o'lchamlik latinchadagi ifodalanishi bo'lsa sharpa bo'ladi. Shuningdek, shaptul degan bu so'zlikni o'lchamlik latinchada ifodalamoqchi bo'lsak shaptul bo'ldi. Misol jumla: shamol chiqmasa daraxt lingshimas. Demak, she tovushiga o'lchamlik latinchadagi qo'sh harfni ulab yozish orqali ifodalanadigan sh-ning yig'indisi, ya'ni she harfi udul keldi. Uyg'ur latin yoziqining 4-qismini ko'ringlar. Bu sonda g, q, n o'sha 3 tal tovushning xato va to'g'ri o'lchamlik holatga ifodalanishi bilan tanishib chiqsak. 7-xatolik: koni yoziqdagi g tovushini latinchadagi g qilib o'rtak qilib xato ishlatish. Misol so'zlik: ko'pincha kishilar gulja degan bu so'zlikni xato holatda gulja deb yozib oldi. Ammo uning to'g'ri o'lchamlik holatga ifodalanishi bo'lsa gulja bo'ldi. Shuningdek, g'uncha degan bu so'zlikning to'g'ri o'lchamlik holatga ifodalanishi bo'lsa g'uncha bo'ladi. Misol jumla: ayvat shikoyatdan yiroq turing. Demak, g tovushiga o'lchamlik latinchadagi qo'sh harfni ulab yozish orqali ifodalaydigan chi bilan ashno yig'indisi, ya'ni g mos keldi. 8-xatolik: koni yoziqdagi q tovushini pinyincha holatdagi k qilib xato ishlatish. Ya'ni bu k va q o'xshamagan 2 tal tovushga o'rtak qilib qo'llanib xato ishlatishdir. Misol so'zlik: ko'pincha kishilar qo'noq degan bu so'zlikni xato holatda qo'noq deb yozib oldi. Ammo uning to'g'ri o'lchamlik holatga ifodalanishi bo'lsa qo'noq bo'ldi. Shuningdek, qo'y degan bu so'zlikning o'lchamlik holatga ifodalanishi bo'lsa qo'y bo'ladi. Misol jumla: qodir yaxshi qodir. Demak, kega o'lchamlik latinchadagi k, q
Q'ga o'lchamlik latinchadagi Q, ya'ni Xyubinda Q deb o'qildi, ingliz tilida Q deb talaffuz qilindi. Mushu harflar ayrim qo'llanildi. 9-xatolik. Konizovdagi N tovushni ba'zida o'lchamsiz holatda K qilib xato ishlatish. Alayda esga chiqib qo'ysam, bu N tovushdan boshlangan so'zliklar yo'q deyarli bo'lib, faqat bir qism so'zliklarning o'rtasida yoki oxirsida qo'yildi. Misol so'zlik yingna degan bu so'zlikni ko'pincha kishilar xato holatda yigna deb yozadi. Ammo uning to'g'ri o'lchamlik holatdagi ifodalashi bo'lsa, yingna bo'ldi. Shuningdek, o'ng degan bu so'zlikni to'g'ri o'lchamlik holatda ifodalamoqchi bo'lsak, o'ng bo'ladi. Misol jumla: yangoq menga foydali yemakdir. Demak, N tavushiga o'lchamlik latinchadagi qo'sh harfni ulab yozish haqida ifodalaydigan bilan Q'ning yig'indisi yana N mos keldi. Uyg'ur latin yoziqining 5-qismini so'zlaymiz. Bu sanda H, O, U mush 3 ta tovushning xato va to'g'ri o'lchamlik holatdagi ifodalanishi bilan tanishib chiqsak. 10-xatolik. Konizovdagi H tovushi bilan X tavushiga latinchadagi H ni o'rtoq qilib xato ishlatish. Misol so'zlik: ko'pincha kishilar xotan degan bu so'zlikni o'lchamsiz xato holatda xotan deb yozadi. Ammo uning to'g'ri o'lchamlik holatdagi ifodalanishi bo'lsa, xotan bo'ldi. Shuningdek, hasal degan bu so'zlikning to'g'ri o'lchamlik ifodalanishi bo'lsa, hasal bo'ldi. Misol jumla: shol hissiyat bilan qarg'in nurg'un narsa go'zaldir. Demak, H ga o'lchamlik latinchadagi H, X ga o'lchamlik latinchadagi X ayrim qo'llanildi. Bu X tavushining ishlatilishini oldingi sondimi biroz ta'kidlab o'tgan tuqa. 11-xatolik. Konizovdagi O tavushi bilan Ö tavushiga latinchadagi O ni o'rtoq qo'llanib xato ishlatish. Misol so'zlik: o'y. Bu so'zlikka qarab baqsaq, buni tushunishga bir masalaga uchraymiz. Ya'ni bu o'y fikrini bildiradigan o'ymi yoki oila o'yni bildiradigan o'ymi? Buni bilgili bo'lmay qoldi ha. Amaliyotda o'y degan so'zning to'g'ri o'lchamlik holatdagi ifodalanishi bo'lsa, o'y bo'ldi. Shuningdek, o'tuk degan bu so'zlikning to'g'ri o'lchamlik holatdagi ifodalanishi bo'lsa, o'tuk bo'ldi. Misol jumla: o'zgul rampisi nihoyatda o'xshaydi. Demak, O tavushiga o'lchamlik latinchadagi O, Ö tavushiga o'lchamlik latinchadagi qo'shik Ö ayrim qo'llanildi. 12-xatolik. Konizovdagi U tavushi bilan Ü tavushiga latinchadagi U ni o'rtoq qo'llanib xato ishlatish. Misol so'zlik: uyqu degan bu so'zlikni ko'p kishilar xato holatda uyqu deb yozadi. Ammo uning to'g'ri o'lchamlik holatdagi ifodalanishi bo'lsa, uyqu bo'ldi. Shuningdek, uzuk degan bu so'zlikni ko'p kishilar xato holatda uzuk deb yozadi. Ammo uning to'g'ri o'lchamlik holatdagi ifodalanishi bo'lsa, uzuk bo'ldi. Misol jumla: Turpanning uzumlari butun dunyoga tangliqdir. Demak, uga o'lchamlik latinchadagi u, uga o'lchamlik latinchadagi qo'shiklik u ayrim qo'llanildi. Eng oxirgi mazmun V tavushiga o'lchamlik latinchadagi W bilan V ikkilisi ham ishlatildi, lekin ularning ishlatilish doirasi o'xshamaydi. W holatdagi V ni vatan ichidagi yerlik alohidaligi ega so'zliklarda va odatdagi ko'p uchraydigan so'zliklarda ishlatildi. Masalan, varisjon, vayjon, vaqt. V holatdagi V ni az bir qism chet tillardan bizlarga singib kirgan so'zliklarda ishlatamiz. Masalan, ingliz tilidan kirgan so'zliklardan video, virus, vitamin, rus tilidan kirgan so'zliklardan velosiped, vaksina, vokzal. Yaqinchoqlab esa W holatdagi V ni o'zimizga ko'proq, V holatdagi V ni boshqa tillarga ozroq ishlatamiz. Bu ikkilisi xatolik emas-a? Men birinchi qismda va uning oldidagi harflar filmida uni qo'shib qo'yishni unutib qoldim. Ko'pchilikning W holatdagi V ni ko'proq ishlatishni umid qilamiz. Bu sonda Uyg'ur tili o'lchamlik latin yoziqida bor bo'lgan 13 tal xato va to'g'ri o'lchamlik holatdagi ifodalanishlar haqida butunlay so'zlab tugatdik.